Gap o'sha manbai bo'lgan, insonni tarbiyalagan, shunaqa bir ulug' vosita bo'lgan noyob degan haligi fikrlarni bildirganman va bir kuni kelib kitobga haykal qo'yiladi. Shu anglab yetganlaridan keyinda mana shu kitob haykal qo'yiladi va odamlar o'sha milliy bog'da o'zimizni poytaxtimizda Navoiyni haykalini ziyoratga boradiku, mana yoshlar. Xuddi shunday gurros bo'lib o'sha kitobga qo'yilgan haykalni borib ziyorat qiladilar. Xuddi Makkani ziyorat qilganday, Madinani ziyorat qilganday deb shunaqa bir xulosa berganman. Endi mana bu yangi davrimizga kelib, endi yangi O'zbekistonimiz davrida men internetda o'qib qoldim. Qashqadaryoda, menimcha Qarshi shahrida kitobga haykal qo'yilgan ekan. Endi o'zim biroz bashoratchiga aylanib qoldimmi deb o'yladim-da. Endi bu tasodif albatta, mening bashoratim emas. Mana sizlar qatori bir oddiy inson. Endi kitob haqida mening ko'p gapirishimning hojati bo'lmasa kerak. Chunki bugun internet rivojlangan, sizlarning biror yangi kitob haqidagi yangi fikrlar bilan hayratdan qoldira olmayman, diqqatlaringizni tortib qo'yaman. Eshitib turibsizlar, televideniyada, radioda o'zingiz kitob o'qiysizlar. Endi bitta ibora bor, supurgi tegmagan xonadon xarob degan. Qadimda qolgan xalqimizning ichida. Chunki 2 kun xonadonimiz, o'sha hovlimiz supurilmasa, keyin ko'rgan kishi aytadi-da, bu yerga hech kim odam yashamas ekan deb. To'g'rimi? Shuning uchun biz mana domlarda ham, ko'chalarimizda ham, qishloqlarimizda ham ertalabdan suv sepib, yo'laklarni, hovlini, supurib, tozalab, kitob bizning o'sha tafakkurimizdan ortiqcha o'sha keraksiz narsalardan tozalaydi. Xuddi o'sha supurgi, yaxshi ma'noda o'sha supurgiday vazifasini o'taydi-da kitob. Agar kishi 1 oy, 2 oy, 3 oy o'sha kitobga sho'ng'ib ketsa, bir joyga borib alohida yashab, u odam o'sha joyda bilasizmi, u boshqa inson bo'lib ketadi. Ana shu jamiki o'tgan insonlarning, masalan, ulug'larimizni hammasini nima tarbiyalagan? Kitob tarbiyalagan. Masalan, o'sha Navoiy oddiy bir misol, Navoiy bolalikdan kitobga oshno bo'lgan. 12 yoshlarida o'sha Fariduddin Attorning Mantiqut Tayyibni o'qiganlar. Juda murakkab kitob. Bu tasavvuf bilan bog'liq narsani u bola qanday tushunadi? Bolada endi biz 50-60 ga kirgandan keyin tasavvufni, uni mohiyatini anglay boshlaymiz hayotni. Navoiyda endi taqiqlab qo'yilgan, bu juda og'ir kitob. Uni ruhiyatiga ta'sir qilmasin deb u kishi yodlab qo'ygan ekanlar-da. Endi befoyda ekan uni yashirish, haligi Alisherni chalg'itish. Qarang, o'sha yoshlikda olingan bilim 12 yoshlarda Navoiyning umrining oxirlarida Risol-ul Tayyibni yaratdilar. Demak, biz yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan naqshlar hech qachon tark etmaydi. Men o'zimdan misol oladigan bo'lsam, bolalikda juda ko'p kitob o'qitilganman, meni o'qitishganman uyda. Navoiy emas. Endi Navoiy juda og'irda, endi tushunish, oddiy odamlar uncha tushunmaydi Navoiyni. Hali mashrab soddaroq har holda Navoiydan ko'ra. Xalq tushunadigan tilda yaqinroq. Maxtumquli, endi bizga tarjima bo'lgan o'zbekcha. Umar Xayyomning rivoyatlari, ana shu Islom Shumaniylar vaqtida 50-yillarda tarjima qilib chiqarganlar. O'sha kitoblarni o'qitardilar. Otam me'morlar kelganda soatlar o'qitardilar, odamlar tinglardi shu kitobda.
tasavvur qiling, bu 60 yillarning boshlari. Ana ikkinchi, uchinchi sinfga o'qirdim. O'sha payt o'shanda uxlab qolardim. Demak, bola bo'lganman-da. Kitob o'qib, dostonlar o'qib berardim. Mana shu nimalar, rumoylar hozir ko'pchiligi esimda qolgan. O'sha oradan meni 60 yil o'tdi. Ko'proq. Lekin 6 kun oldin bitta she'rni yodlasam, bugun esimda turmaydi. Demak, yoshlikdan kitobga yaqinlashish kerak, o'qish kerak ekanda.